O'rtacha 20 minut davom etadigan homila doplerimetriyasini ko'rsatib o'taman. Bosh o'lchamlarini oldik. Kalla suyaklarni hammasini, miya to'qimasini ko'rgandan keyin yuziga kelamiz. Yuqorilab, pastkilar, burun suyakchalarini, ko'z kosasi gavharigacha tekshirib, yuz sohasida nuqsonlar bor yo'qligini ko'rib chiqamiz. Ko'z kosasi mana gavharini ko'rsatib o'tyapmiz, ya'ni ko'zini ko'rish qobiliyatini. Bu qorin aylanasini, oyoqchalarini uzunligini, yelkachalarini, suyaklarini uzunligini o'lchab olamiz. Oyoq-qo'l barmoqlarini to'liq sanab yo'ldoshiga o'tamiz. Yo'ldoshining yetilishi, qalinlik darajasi, orqa chiqaruv kanali, jinsini ham to'liq ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa holatlarda ichki a'zolari, oshqozon, o't qopi, jigar, buyraklar, siydik qopchasi, ichaklar sohasi mukammal ko'rib chiqiladi. Undan keyin yurakka urishga o'tamiz. Yurakning joylashgan holati, to'r kameralar orasidagi to'siqlar, asosiy tomirlarga e'tibor berib, doplerimetriya tekshiruviga o'tamiz. Mana hozir bachadon qon tomirlari tekshirilyapti. Doplerimetriyani yakunlagandan keyin hamma xulosani jamlab olamiz.